Assalomu alaykum. Bugun juda ko'plab o'g'il farzandlik bo'lgan ayollarning umumiy xulosalaridan kelib chiqib, agarda sizning homilangiz o'g'il bo'lsa, qanday tushlar orqali namoyon bo'lish haqidagi 5 ta eng asosiy belgini men sizga bugun aytib o'tmoqchiman. Juda ko'pchilik qiziqqan va kutgan mavzu avvalo Alloh bilguvchidir va men bugun sizga bu qiziqarli mavzuni islomiy tush ta'biri bo'yicha yoritib bermoqchiman. Demak, shuningdek sizga qo'shimcha sifatida video davomida bitta usul yordamida homila jinsini yana qo'shimchasiga aniqlashni tekinga o'rgatib o'taman. Buning uchun shunchaki videoga like bosishni, kanalimga obuna bo'lishni va izohlarda, ya'ni kommentariyada o'zingizni eng yaxshi fikrlaringizni yozib ketishni unutmang. Sababi kimgaki nimani tilasangiz, ortig'i bilan o'zingizga qaytadi. Shuning uchun homilador onajonlarimizga va farzand tilagida yurgan aziz opa-singillarimizga o'zingizning eng yaxshi niyatlaringizni yozib keting. Demak, tush ta'birlari, bilasizki, tush ta'biri o'zi 3 xili bor. Men bugun sizga islomiy bo'lgan tush ta'birlari asosida, agarda bolajoningiz jinsi o'g'il bo'ladigan bo'lsa, mana bu belgilar orqali tushda namoyon bo'lishi mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Demak, islomiy ta'birlar asosida juda ko'plab ulamolar sharhlariga ko'ra, homilador ayol tushida quyidagi belgilarni ko'rsa, o'g'il farzandga ishora bo'lish ehtimoli yuqori. Birinchisi, arslon yoki sher ko'rish. Tushda arslon yoki katta, kuchli yirtqich hayvonlarni ko'rish bu kuchli, jasur va o'g'il farzand belgisi hisoblanar ekan. Ya'ni arslon yoki sher kabi juda ham kuchli bo'lgan hayvonlar, bular o'g'il belgisini bildirish uchun tushimizdagi, ya'ni ishora bo'lib kelishi mumkin ekan. Ikkinchisi, biron bir qilich, pichoq yoki qurol aslaha ko'rish. Tushda qilich, xanjar yoki qurol tutish erkaklik ramzi hisoblanadi va shunday erkaklik ramziga oid bo'lgan detallarni, mana bunday qurol aslahalarni tushingizda ko'radigan bo'lsangiz, bular erkaklik, himoya va shuningdek o'g'il farzand ramzi hisoblanar ekan. Va uchinchi fakt, uchinchi eng ko'p ayollarda uchraydiganlardan biri bu xurmo yoki xurmo daraxtini tushda ko'rish ekan. Xurmo yeyish yoki daraxtini bo'lsa ham tushingizda ko'radigan bo'lsangiz, bu solih va barakali o'g'il tug'ilishini sizga bildirib kelayotgan tush ta'biri hisoblanar ekan. Va shuningdek yana bir 4-fakt, bu ot yoki tuya minish. Tushingizda ot minib yurganingizni yoki tuyani ko'rsangiz yoki uni minib yurgan bo'lsangiz, bu martaba, quvvat va o'g'il bola, ya'ni o'g'il homilaning alomati hisoblanar ekan. Va shuningdek, eng asosiy onajonlarimizda uchragan bir holat o'g'il bolani o'zini, ya'ni o'g'il chaqaloqchani yoki bolachani tushda ko'rish hisoblanadi. Agarda tushda chaqaloq o'g'ilni ko'rsa yoki uni ko'tarib yursa ayol, ko'pincha hayotda haqiqiy o'g'il bo'lishiga ishora bo'ladi, ya'ni homilasini. Tushingizda o'g'il bolachani ko'radigan bo'lsangiz, ko'pincha o'g'il farzandli bo'lish ehtimolingiz mavjud bo'ladi. Nimaga? Sababi juda ko'plab ayollar aynan shularni to'g'ri ekanligini aytib o'tishgan. Yana obunachilarimdan kelgan bir qo'shimchani sizga keltirib o'tmoqchiman. Hattoki ba'zi obunachilarim yozishadi, mijozlarim, men tushimda farzandlarimni ismini ham bilaman, hattoki ismlari va jinslarigacha menga belgilar keladi deb aytishadi. Yoki oilada ko'pincha buvijonlarimiz, onajonlarimizga farzandni jinsi, ya'ni kelinlari, qizlarning farzandini jinsi oldindan qandaydir belgilar bilan namoyon bo'ladi. Va shuningdek qo'shimcha sifatida men 6-sini aytib o'tmoqchiman. Tushingizda katta baliq yoki delfin ko'rish. Asosan delfin ko'rgan ayollar ham juda ko'p uchragan. Bu tushda delfinni ko'rish yoki u bilan birgalikda suzish aqlli, sog'lom, kuchli xarakterli o'g'il farzandga ishora qiladi. Va albatta islomiy ta'birda bu yuqorida sanab o'tgan belgilarimning barchasi albatta xayrlidir. Va shuningdek, sizga hozir eng zo'r bitta usul yordamida homila jinsini aniqlashni men ko'rsatib beraman. Buning uchun shunchaki 1 daqiqa vaqtingiz kerak bo'ladi. Va unutmang, avvalo barchasi Allohdandir, Alloh bilguvchidir va tushlar orqali juda ko'plab belgilar, hayotimizda bo'ladigan vaziyatlar va oldinda bo'lib o'tadigan holatlar ham ta'birlar orqali, xayrli tushlar orqali bizga kelib qolishi mumkin. Va shuningdek, eng avvalo Allohdan xayrlisini,
har doim o'zimiz uchun so'raganimiz eng yaxshisidir. Demak, hozir sizlar bilan homila jinsini eng qisqa va bitta qiziqarli usul yordamida aniqlab o'tamiz. Endi diqqat bilan qarang. Biz albatta biror usulni sinashdan oldin bu usul qanchalik foyda berishini va qanchalik to'g'ri chiqishini bilib olishimiz kerak. Demak, men sizga natijalardan ko'rsatib o'taman. Ketma-ket bu joyda men natijalarni saqlayman. Juda ko'plab mana natijalarni ko'rib turibsiz. Hozir sizga bir nechtasini ulgurgunimcha ko'rsataman. Bu mijozim 2025-yil oktyabr oyida yozdilar. Assalomu alaykum. Sizga homilam jinsini hisoblatgandim, qizaloq degandingiz. Bugun 16 haftalik bo'ldik va uziga borsam rostdan ham qizaloq ekan deb yozdilar. Va katta farzandlari o'g'illik bo'lganlar bu farzandlarni ham men homila paytida, kichkinagina homila paytida aniqlab o'g'il deb aniqlab berganman. Ya'ni bitta mijozimda ikkita natija ketma-ket bo'lgan. Mana shu o'g'iltoyimiz dunyoga kelganlar. Ilohim niyat qilgan hammaga nasib qilsin. Yana bir mijozimdagi natija 2024-yil dekabr oyida homila jinsini aniqlab o'g'il deganman va 2025-yil avgust oyida yozdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men sizga homila jinsini aniqlatgandim. Kichik muddatlarda qiz degandingiz. Sizdan boshqa barcha o'g'il degan. Hatto uzi tekshiruvlari ham, ya'ni uzida ham homila o'g'il bo'lib ko'ringan. Genetiklar, ginekologlar aniqlab o'g'il deb chiqarishgan. Lekin oxirida nima bo'ldi? Mana qizaloqchamiz dunyoga keldilar. Alloh umrini ziyoda qilsin mana. Shiringina qizaloqchamiz. Rohatini ko'rib yuring deb yozganman va biza endilikda taqvim olmoqchiman deb boshladilar. Biza o'g'ilga harakatni boshlaganmiz. Ilohim oxiridan suyuntirsin. Demak, bu mijozimning hozir homilasi jinsini birgalikda aniqlaymiz. Aynan mana shu islomiy kalendar yordamida. Demak, bu yerda ona 1991-yil 6-iyunda tug'ilgan, ota esa 1986 20-dekabr. Yana bir martaga eslatib o'taman, agarda siz shaxsan men juda ko'plab jamlanmalarda hisoblab berishimni xohlasangiz, kommentariyada berilgan lichka orqali men bilan bog'lanishingiz mumkin. Biz bu ma'lumotni kommentariyada ham va videoda ham ko'rsatib qo'yamiz. Telegram orqali men bilan bog'lanishingiz mumkin va men juda ko'plab mijozlarimga mana har bittasini murakkab usullarda o'tirib hisob-kitoblarni qilib chiqaman. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda har bitta mijozimning hisob-kitoblari bor. Bu yerda homila jinsini reja qilish va aniqlash bo'yicha biz ishlaymiz. Demak, bu mijozga qaytamiz. Siz ham birinchi o'zingizni tug'ilgan yillaringizni, eringizni yozib olasiz va bu mijozda oxirgi hayzlarni ham yozib o'tganlar 8-11 dekabr o'rtasida hayz kelib tugagan va katta ehtimol bilan homiladorlik dekabr oyida yuz bergan. Agarda sizda oy oxirlariga yaqin hayz kelgan bo'lsa, katta ehtimol bilan keyingi oyga homiladorlik yuz bergan deb olasiz. Agarda oy boshiga tushsa, bu ham ikkita oyga tuslanuvchi kunlari mavjud, shunga qarab tanlaysiz. Asosan mana shunday bitta oyni boshlang'ich muddatidan sal keyinroq kelgan hayzlarga bu usulni yana ham ko'proq tavsiya bergan bo'lardim. Demak, biz birinchi bo'lib onaning yoshini chiqaramiz. 1991-yilda tug'ilgan ona, demak bu onani biz 2025-yildagi yoshini chiqarib olishimiz kerak. Bu kalendar uchun onaning yoshiga qancha qo'shilishini men sizga hisob-kitobga qarab aytaman. Demak, bu ona 2025-yilda necha yosh bo'ladi? O'zi aslida ona 34 yosh bo'ladi 2025-yilda va bu taqvimda 6-iyun, ya'ni 6-oyda ona tug'ilgan va mana shunday yosh hisobiga qarab 30 yoshdan tepada biz onaning yoshiga 9 oy qo'shamiz. Ya'ni shu yoshda ona necha yoshda bo'lgan, ya'ni iyun oyida ona 34 yoshga o'tgan va bu joydan biz 9 oy qo'shganimizda ona 35 yoshiga o'tadi. Ba'zi holatlarda esa ona 35 yoshga o'tmaydi, 34ligicha qolib ketadi. O'shanga ahamiyat bering. Demak, bu onaning hozirgi yoshi 35 yosh va homiladorlik yuz bergan oy esa dekabr oyi sifatida olindi. Endi taqvimga qaraymiz. 35 yoshni topamiz. Mana 35 yosh va olib borib mana bu joydan tepadan tushgan 12 raqami bilan, ya'ni 12-oy dekabr oyi bilan birlashtiramiz. Bu yerda islomiy nomlari berilgan har bitta oyni 35 yosh va dekabr oyi birlashganda qiz belgisi, ya'ni qiz yozuvi turibdi. Katta ehtimol bilan bu mijozimizni, bu ayolni, demak, homiladorlik agar dekabr oyida yuz bergan bo'lsa, homila jinsi hijriy islomiy kalendar bo'yicha qizga deb chiqadi.
Endi qon yangilanish metodikasini ham men sizga yana bitta usulni har doim ko'rsatganimni qo'shib hisoblab ketaman. Bu onaning yoshini chiqarib oldik, onani 35 deb oldik. Endi otaning yoshini hisoblaymiz. Otaning yoshini 2026-yilga 40 yosh deb chiqarib olmang, sababi bizga 25-yildagi otaning yoshi kerak va bu paytda otaning yoshi 39 ga endi to'lib 40 ga o'tish arafasida bo'lgan va biz otaning yoshini 39 yosh deb olamiz. Onaning yoshi 35. Ya'ni 3 yilda bir qon yangilanishi hisobiga onaning mana bu qon yangilanish metodikasida 3 ga 2 nisbatda chiqadi. Ya'ni onaning qoni yangilanganiga 2 yil bo'lgan. Otaning qoni esa erkaklarning qoni 4 yilda bir yangilanish metodikasiga amal qilgan holatda 4 da, demak yangilanganiga 3 yil bo'lgan, 4 u 3 nisbatda chiqadi. Endi biza bu ikkalasini taqqoslaganimizda qaysi birida kichkina qoldiq qoladigan bo'lsa, ya'ni birinchi bo'lib 35 ni bo'lasiz 3 ga va chiqqan qoldiqni olib qolasiz. Bizda to'liq bo'lingan va qoldiqcha 2 qolib ketadi. 40 raqamida ham, 39 raqamida ham biz uni 4 ga bo'lganimizda butun sonlar, yonida butun son chiqadi va yonida qo'shimcha qoladigan qoldiq 3. Ya'ni bu joyda qarang 3 chiqyapti. 2 3. Qaysi biriniki kichik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yutadi. Otaniki aktiv emas, onaniki aktivroq. Ko'rib turibsizmi? Yana bitta usulda homilaning jinsi qiz chiqdi. Birinchi usul qizga tortyapti, ikkinchi usul qizga tortyapti. Endi agar bu ayol meni shaxsan o'zimga murojaat qilsa, men bundan tashqari 50 dan ortiq metod bilan ishlayman. Aytaylik 16 ta metodda ko'radigan bo'lsam, bu ayol homilasining jinsini hali 2 tada qiz chiqdi. Lekin bu joyda ko'rganimda o'g'il chiqishi mumkin. Nimaga? Sababi bunga o'xshagan kalendarlarni qanchalik ko'pini va usullarni jamlab qiladigan bo'lsak, bizda katta ehtimol bilan yuqori aniqlik chiqadi. Hozircha 2 ta usulda men bularnikini ko'rsatib berdim, qizga chiqyapti. Davomini kelasi videolarda ko'rsataman. Agarda siz ham o'zingizni homilangiz jinsini erta muddatlarda qiz yoki o'g'il ekanligini bilishni istasangiz, mutaxassisga bemalol, ya'ni menga bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Kommentariyadagi eng aktiv obunachimni homilasini jinsini esa men kelasi videoda aniqlab ko'rsatib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.